Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Toshkent shahrida joylashgan Regent Tashkent klinikasining oliy toifali shifokori Tursunov Bobur Abdulazizovichdan kerakli maslahatlarni olamiz bo'g'im kasalliklari yo'nalishida. Assalomu alaykum Bobur aka. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Bobur aka, bizning kuzatuvchilarimiz tomonidan juda ham ko'p savollar tushgan. O'sha savollardan eng asosiylarini sizga savol tariqasida bermoqchimiz. Bo'ldi, biz ham tayyormiz, manfaatli, foydali intervyu bo'lishdan xursandmiz. Bobur aka, kuzatuvchilarimizdan kelgan savolni o'qib eshitiraman. Ikkala tizza bo'g'imini gona artrozi 3-4 darajada ekan. Shu kasallikni jarrohsiz amalga oshirsa bo'ladimi? Ko'p uchragan savollardan bittasi bu Dostonbek. Bu yerda nimani yechim umumiy qilib aytamiz. Ya'ni bemorlarda o'zi standart bo'yicha 3-4 darajada operatsiya deb yozilgan standart bo'yicha. Lekin shuni ta'kidlash kerakki, bemor o'zini klinik holatini ko'rib, hamda MRT, rentgen tekshiruvlar asosida jamlanadi bu tashxis. Agar biz bemorda o'sha klinik ko'ruv paytida deformatsiya yoki harakatning cheklanishini ko'rmasak, hamda shamollash belgilari kuchli bo'lmasa, bunday kasallarni har doim ham jarrohlik amaliyoti bilan davolanmaydi. Bunday bemorlarni regenerativ usullar bilan, ya'ni zamonaviy usullar bilan davolab, ko'p yil muddat o'zini oyog'ida yurishga ham natija olsa bo'ladi. Dostonbek, mana oddiy misol qo'shishimiz mumkin. Mana ikki xil bemorimizni bir xil mana MRT snimkalari, MRT xulosalari bo'yicha ikkalovida bir xil tashxis qo'yishi mumkin. Bemorni agar biz ko'rmasak, ya'ni bu 3-4 daraja, ya'ni shamollash, tog'a qismlarining yemirilishi bir xil snimka deyishimiz mumkin. Lekin qani o'ziga qarab xulosa qilish qiyin. Lekin bemorni biz ikkalovini ko'rganimizda, ikkalovini klinik ko'rigi har xil bo'lib chiqadi. Ya'ni bir bemorimizni, mana bu bemorimizni ko'rganimizda harakatlar cheklangan, o'sha deformatsiya, ularga jarrohlik amaliyoti qilgan ma'qulroq. Lekin bu bemorimizni ko'rganimizda harakatlar nisbatan cheklanmagan, harakatlari hali to'liq, hamda og'riqlari juda kam. Bunday bemorlarni biz davolash, ya'ni zamonaviy usullar bilan, regenerativ usullar bilan davolab, uzoq muddatda yaxshi natijalar o'zlarining oyog'ida yurishga harakat qilsak bo'ladi. Navbatdagi savolimizga e'tibor qilamiz. Revmatizm bilan oyoq bo'g'im kasalligining farqi nimada? Revmatizm kasalligi e'tibor qilinmasa, operatsiya holatiga olib kelishi mumkinmi? Bunday kasallar juda ko'p uchraydi bizning praktikamizda. Albatta bilamizki, bu revmatizm kasalligi surunkali, ko'p yillar davomida bemorlarda zarar boradi bo'g'imni. Ya'ni bo'g'imni shamollash surunkali bo'lgandan keyin albatta bo'g'imni tog'ay qismini jarohatlanishi, tog'ay qismini jarohatlangandan keyin uni harakat cheklanishiga olib keladi. O'shaning uchun bunday bemorlar revmatizmi savolingizni to'g'ri tushungan bo'lsam, misol uchun revmatizm yo'q kasallarni davolash osonroq, revmatizm bor kasalni davolash qiyinroq. Albatta bunday paytda revmatizm bor kasallardan boshqa mutaxassislar jalb qilinadi, ya'ni revmatologlar, endokrinologlar birgalikda ishlanadi va xudo xolasa natijasi shunga qarab ham yaxshi bo'ladi. Lekin bo'g'im kasalliklari revmatizm kasalligi bilan chambarchas bog'liq va bu bizni davolashga bir qancha qiyinchiliklarni tug'diradi. Bobur aka, 10 ta odamdan 8 tasida hozirgi kunda bo'g'im og'riq kasalliklari yuzaga kelyapti-da. Buning sabablari nimada bo'lishi mumkin? Nega bu darajada ko'p? Juda ham aktual savol berdingiz. Oxirgi mana shu yillarda bo'g'im kasalliklari yosharib ketdi. Oldimizda eslaymiz, yoshligimizda ustozlarimiz yonida o'tirganimizda 70-80 yoshli onaxon otaxonlarni ko'rardik. Hozirgi kunda 30-40 yoshli bemorlar ham juda ko'paygan. Endi asosiy sabablari juda ko'p. Asosiy sabablardan biri birinchi navbatda odamlarimizning harakat kamaydi. Harakatimiz kamaydi. Ikkinchi navbatda ovqatlanish o'zgarib ketdi. Juda ham ko'p, masalan, fast food deymiz, ximikat ovqatlar, Coca-Cola, shirinliklar bu ham ta'sir qildi. Keyin albatta oxirgi bo'lgan pandemiyalar, oxirgi bo'lgan viruslar bizga baribir shu suyaklarga ta'sir qildi va shuni hisobiga suyak kasalliklari ko'paydi. Bu endi asosiy sabablardan bittasi.
Bobur aka, bo'g'im kasalliklariga uchramaslik uchun yoshlikdan nimalarga ko'proq e'tibor qilish kerak? Kuzatuvchilarimizga kerakli maslahatlaringizni bersangiz yaxshi bo'lardi. Yaxshi savol bo'ldi. Bo'g'im kasalliklarini oldini olish asosiy sabablardan birinchisi bu ertalabki va kechqurungi badan tarbiya hamda tana vazni ortmasligi, odam o'zida ishlashi hamda to'g'ri ovqatlanish. Yana juda ko'p sabablari bor. Uni keyingi suhbatlarimizda sizlarga albatta aytib o'tamiz. Eslatib o'tamiz, bugun Regent Tashkent klinikasining oliy toifali shifokori Tursunov Bobur Abdulazizovich bilan suhbat bo'ldi. Bo'g'im kasalliklari bo'yicha sizni qandaydir savollar qiziqtirsa, kommentariyalarda savol orqali yuborishingiz mumkin. Biz albatta u savollarga tez va to'liq javob qaytaramiz.